Xo'sh, mana videoni boshlab oldik. Bugun sizlar bilan Endi Ro'zuva. Bugun men sizlarga Maze PvP'ni qanday qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib, mana bu edi. 10 knopkani 2 marta bosasizlar tez va ekranni bosib tursangiz shunaqa bo'ladi. Keyin ekranni to'g'rilab zarba berasizlar. O'ng tomonda joystickga yaxshilab qarab turinglar. Keyin Maze'ni bir kishi zarba turib ol. Mana bunaqa. Xo'sh, bu birinchisi, keyingisi esa bu. Uning uchun menga ozgina nima bo'ladi. Cheat deb bo'lmaydi, chat kerak bo'ladi. Yadash. Ozgina yomg'ir va mana bu. Yuqoriga o'tasizlar. To'g'ri nishonga olib turib zarba berasizlar va sizlarga ochdim. Juda qilish qiyin bo'lyapti. Mana shunday bo'ladi. Xo'sh, bu ikkinchi zarba turi. Keyingisi hamma biladigan eng oson. Nazorat bironida bo'lgani uchun qiyin bo'lyapti. Nazorat bironani anaqasi bor qilmaydi. Himoya sehr emas bu, ana boshqacha. Keyin hozircha men bu ishni qila olmayapman, lekin keyinchalik qilishim mumkin. Qiloladigan ham bo'lishi mumkin. Mashq qilishim kerak men uchun. Yana fireball bilan yuqoriga ko'tarilib, yana qayta fireball bilan zarba berish. Yana mana bunday. Shuni qilmayapman. Juda qiyin bo'lyapti. Qiynalalyapman to'g'ri. Yo'q. Va nihoyat qila oldim. Anchadan beri o'ynamaganimga qo'llarim qaltirab ketyapti. Neyse, Messi yaxshiroq bo'layman. Endi fireball ham qoldi. Oh yeah. Ko'rib turganingizdek o'yin dahshatli darajada qo'tyapti. Chunki bundan oldin sal ko'proq mob spam bo'ldi-da. Tegmadi.
Jackpot. Или translator yapıp. Kolu kızı dolaş gerek. Hech qachon zarbadan ikkilanmaslik kerak. Hech qachon. Oh my god. Necha qo'li kelishib qoldi. Yes. Videoni boshida obro'yimni o'zim to'kib turdim. Endi yaxshi. Короче, videomiz 7 minutlik bo'ldi. Chunki men Ronaldo muxlisiman, hammaga xayr.